Xo'sh, shu mahallani ishga ham joyga to'g'risini aytsam, qishloqda mer bo'lish judayam qiyin ish ekan. Xo'sh, mana bu qog'ozlarni ham bir yoqli qilib olsam judayam yaxshi ish bo'lardi. Xo'sh, mana hammasi tayyor. Assalomu alaykum, janob mer, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Bo'ladi, men qishloqda mashina sotmoqchiman, nima deysiz? Bemalol sotaver, o'zing bilasan. Rahmat, mayli, sog' bo'ling. Kattakon, rahmat yana bir bor. Mayli, mayli, arzimaydi. Mashina deydimi? O'zi-ku men ham mashina sotib olishim kerak, lekin mayli, kerak emas, ishlarimni qila qolay. Xo'sh, va nihoyat videoni montaj qilib bo'ldim. Endi esa YouTube'ga yuklaymiz. Tak buni olib, tak videoni nomini yozib, previewni qo'yib yuklaymiz. Bo'ldi. Всё. Tak bu video yuklashga qo'yildi, lekin nimagadir prosmotrlar va layklar juda ham kam. Obunachini-ku aytmasa ham bo'ladi. Hayronman, nimagadir obunachilarim meni videolarimda obuna bo'lmasdan kuzatishyapti ekan. Mayli, nima ham derdim, ularga necha marta obuna bo'linglar dedim, lekin obuna bo'lishmayapti. Bunaqangi sifatli kontentlarni qayerdan yana boshqa ko'rishardi, hayronman. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johani qaysidir kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki men yaqin orada 1000 ta obunachiga erishmoqchiman. Bunga sizlarning hissanglar juda ham katta bo'lishi kerak. Shuning uchun tez tushib obuna bo'ling jigar. Aytgancha, bizni qishlog'imizda yangi qonun joriy etildi. Endilikda bizni qishlog'imizda yashayotgan youtuberlardan 1000 ta obunachisi borlariga mer tomonidan pul berilar ekan. Sizlar esa menga yordam bergan holatda kanalimga obuna bo'linglar va men 1000 ta obunachiga erishib turib, merdan pul olishim kerak, chunki menga pul juda ham zarur. Tak, lekin hozircha mana shuncha pul to'plab qo'yganman. Bu pullarni nima qilishimni hali o'ylab ko'rmadim, balki endi o'ylab ko'rarman. Lekin hozircha albatta qiladigan yagona ishim bu. Bilasizlar, har doim qiladigan ishim, ya'ni bu qishloqda o'zi yashayotgan hamma shu ishni qiladi. Ya'ni fermada ishlash kerak, lekin fermada ishlashdan oldin bitta o'zimda ishim bor, ya'ni bir ikkita daraxt kerak bo'lyapti. Daraxt nima kerak desanglar agar, uyimni yon tomonida yana bitta ferma qurmoqchiman. Avval borib bir ikkita daraxt olib kelay, keyin borib fermamda ishlayman. Bilmadim qanaqangi daraxt olaman. Mana bunaqangi junglida o'sadigan daraxtdan olaymikan yoki boshqachasidanmi bilmadim, o'ylab ko'rish kerak. Lekin mana bunaqa oq daraxtdan hali biron marta olib ko'rganim yo'q. Menimcha shu daraxtdan olsam kerak. Xo'sh, bilmadim nechta olsam to'g'ri keladi, lekin ko'proq olish kerak iloji boricha. Qishloqdagilardan ajralib turishni o'ylayapman, shuning uchun mana shunaqangi oq daraxt olmoqchiman. Bunaqa daraxtdan hali qishloqda hech kim ferma qurmagan. Ya'ni u yerda narsalar ekan. Hozir menda urug'lar juda ham ko'payib ketgan. Ularni hammasini ekib chiqishim kerak. Mana bu yerda ham bor ekan desam, bu qo'ziqorin ekan. Mana bu tomonda bor ekan, buni ham olib ketishim kerak. Lekin iloji boricha ko'proq olib olish kerak. Fermani kattaroq qursam agar ko'proq hosil olaman va hosillarni sotib daromad topsam bo'ladi. Bu esa juda ham ajoyib biznes g'oya. Agar sizlarga mana shunaqangi biznes g'oyalar yo'qsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar va men uchun qanaqadir biznes g'oya ham yozib qoldirsanglar, men o'shandan daromad olishim mumkin bo'ladi. Ya'ni qishloq sharoitida qanaqa daromad olsam bo'ladi, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Stop. Bu yerda qanaqa mashinami? To'xtanglar, rostdan ham mashina turibdimi? Voy, men juda ham hayronman. Bitta jetel turibdi, yonida sandiq va ikkita mashina. Bilmadim nima edi. O'tgan marta ham shu yerda mashinalar paydo bo'lib qolgandi. O'tgan marta KAMAZ, yana bir ikkita g'alati mashinalar edi. Bu gal undan zo'r mashinalar paydo bo'lib qopti. Yaxshi. Hozir boraman albatta u mashinalarning yoniga, lekin nimaga kelib qolganini o'zim ham bilmayman. Lekin undan oldin men o'zimning shaxsiy ishlarimni qilib olishim kerak. Bu tursin paka, hozir keyin qilaman fermani. Avval mana o'zimni fermamni yig'ishtirib olayda. Keyin ferma qurishni boshlayman. Albatta avval ana u mashinalarni ko'rib kelishim kerak. Bilmadim bu qanaqa mashina, qachon kelgan. Menimcha daraxt olib kelishga ketaverib ko'rmadim. Ko'zim tushmadi-da, o'shaning uchun ko'rmaganman shekilli. Mashinalar to'g'risini aytsam, men pul yig'ib qo'yibman. Balki yiqqan pulimga mashina olishim mumkin agar mana shu mashinalar sotilsa. Bilmadim, endi mashinani hozir yoniga boramiz, egasidan so'raymiz. Yonida bitta jetel turibdi, bilmayman, balki boshqa narsa uchun olib kelib qo'ygandir, qanaqangidir kortej qilmoqchidir yoki qishloqda nimadir uyushtirmoqchi bo'lishi ham mumkin. Endi u men uchun hozircha qorong'u. Borib so'rab ko'raman. Va shu joyda sizlarga bitta savol tug'iladi.
Sizlarga qanaqa mashina yoqadi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menga Damas va Labo mashinalar yoqadi. Nima uchun bunaqa oddiy mashina yoqadi senga desanglar agar, menga misol Damas yoqishning sababi odam tashish uchun juda ham qulay. Labo yoqishi esa bemalol yuk tashisa bo'ladi. Menga unaqangi komfortli mashinalar kerak emas. Agar komfort bo'yicha tanlaydigan bo'lsam, Li 9 yoki Li 6 mashinalari yoqadi. Ya'ni xitoyliklar tomonidan ishlab chiqarilgan mashinalar. Ularda avtopilot yoki shunga o'xshash zo'r narsalar bor. Shuning uchun menga o'shanaqangi mashinalar yoqadi. Va sizlarga qanaqa mashina yoqadi albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin ba'zilar uchun bilasizlar Nexia 2 doim legenda. Men uchun ham Nexia 2 legenda bo'lgan. Lekin hozir unchalik qiziqmay qo'yganman. Hayronman nimaga qiziqmayapman. Lekin balki keyinchalik qiziqarman. Janob Jitel, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalaysan, Jo'xa? Judayam ajoyib. Bu yerda mashinalar paydo bo'lib qopti. Mabodo bilmaysizmi qayerdan kelib qolganini? Bilaman. Bitta biznesmen odam o'zini mashinalarini sotmoqchi ekan. O'shanga bitta jetelgan mashinalarni sotib ber deb tashlab ketibdi. Tushunarli. Demak, mashinalar sotiladi, shundaymi? Albatta, borib narxini so'rab ko'r agar olmoqchi bo'lsang. Как раз mashina olmoqchi edim, lekin menga yoqadigan mashina yo'q ekan. Tushunarli. Menga ham yoqadigan mashina yo'q ekan. Sizga qanaqa mashinalar yoqadi? Menga Jiguli yoki Nivami yoki короче shunaqa eski mashinalar yoqadi menga, retro mashinalar. Judayam ajoyib tanlov. O'zi qishloqlarga shunaqa bo'lsa kerak. Mayli, unda charchamang, sog'lik sizga tilab qolaman. Senga ham. Mayli, rahmat. Tak. Ana endi mana bu mashinalarni narxi bilan, qanaqa mashinaligi bilan qiziqib ko'ramiz. Volkswagen va bunisini bilmadim to'g'risini aytsam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, brat? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Zo'r. Nima gap, mashina olmoqchimisiz? Albatta, mashinalaringizdan bittasini olamanmi deb qoldim-da. Unda ko'ring, marhamat, bemalol. Unda menga narxini aytsangiz, o'shanga qarab olaman. Chap tomonda turgani boru? Mana bunisi chap tomonda. O'shanisi $110,000. Aha, tushunarli. Tak, bunisi-chi? Bunisi $60,000. Unda men mana shunisini olsam kerak. Hozir 5 minut kutib turing, men borib uyimda pullarimni olib kelay-da. Menda adashmasam $64,000 yoki undan ham kamroq. Bilmadim, shu 60,000 yaqin pulim bor edi. Menimcha 60,000 chiqmasa kerak. Agar chiqmaydigan bo'lsa, bilmadim qayerdandir pul olib turishimga to'g'ri keladi. Tak. Hozir hisob-kitob qilamiz. Tak. Yo'q, $64,000 pulim bor ekan. Juda ham ajoyib. Tak, Bratiyoniya boramiz hozir. Mashinani olganimdan keyin borib unaqa oq daraxtlardan yana biroz yig'ib kelishim kerak. Fermamni ham bugun qurib bitkazishim kerak. Brat, men pul olib keldim, 64,000 olib keldim. 4,000 baribir olib qolaman, sizga bermayman. Tak, xo'sh. Okey. Va mana bundan hozir yarmini olishim kerak, 40,000 olishim kerak. 1 2 3 4 5 6 7 yo'q, 40,000 emas, 4,000 olishim kerak. Tak, bu mashina haydab ketaversam bo'ladimi endi? Albatta, endi bu mashina sizniki. Xohlasangiz biror kun notariusga borib sizni nomingizga xatlab beraman. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Atdushe, tak, rol o'ng tomonda ekan, bunisi juda ham yomon ekan. Mayli, muhimi mashinam bor, meni ham endi tak haydaymiz va haydalmadi. Tushunmadim, brat, nimaga bu mashina yurmayapti? Axir bunda yoqilg'i yo'q-ku, yoqilg'ichi pul to'lang, men sizga yoqilg'i qo'yib beraman. Qancha bo'ladi yoqilg'ini puli? 4,000 pulingizni bering, hammasiga yoqilg'i qo'yib beraman. Bo'ldi, mana hozir. Mana soldim. Bo'ldi, hozir 2 minut kutib turing. Bo'ldi, kutib turaman. Tak, 2 minut kutamiz endi. Xo'sh, mana oradan roppa-rosa 2,5 minut o'tib ketdi, brat. Yarim minut kech qoldingiz. Tak, qani meni yoqilg'ilarim? Sandiqni ichida turibdi, oling. Bo'ldi, tak, olamiz. Mana shularni hammasi bo'lsa kerak. Tak, bo'ldi, brat, oldim. Endi bularni hammasini quyib chiqishim kerak. Tak, okey va yana okey. Va yana va yana. Tak, oldim hammasini. Quyib bo'ldim. Tak, sizga rahmat, brat. Addushi. Arzimaydi, haydab ko'ring. Voy, kech bo'ldi. Doim nimadir ish qilib boshlasam, doim kech bo'lib qolaveradi. Hayronman nimaga bunaqa. Tak, mashina
Ya bo'ldi brat, rahmat, yurdi mashina. Tak, endi qishloqqa boramiz albatta. Maqtanish kerak endi bu mashinani. Chunki bunaqangi mashina hali qishloqda hech kimda yo'q. Bitta manda borda. Garaj qurish kerak o'zi bu mashina uchun. Birinchi o'rinda fermani joyiga, ferma qurmayman. Garaj qurmoqchiman. Oy, oy, oy. Qo'shnim duyin dabdalasini chiqardim. Mayli, to'g'rilab ketaman, to'xtanglar. To'g'rilab ketmasam, voy, fermam kirib ketdimmi? Nichivo hozir. To'xtanglar, fermadan kelib yana qaytib kirish kerak. Tak, oho, dabdalasini chiqarib tashlabman. Uyni farosat bilan qurish kerak edi-da, brat. Mana bu qo'shnim ham nenormallik qilib qurgan uyda, to'g'risini aytsam, ko'chaga qurib qo'yibdi. Tak, bu yerda yopamiz va ana endi tak mashinaga minib, mashinani haydaymiz, lekin biroz o'ngroq va biroz chaproq qilib, mana shu yerdan yaxshi. Voy, 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 voy. Ay, mayli. Tak, biroz boshqarish qiyin bo'lyapti, chunki avval mashina haydab ko'rmaganman, o'shaning uchun menga biroz qiyinchilik tug'diryapti. Voy, jetelda urib ketdim. E? Yo, qanday chiqib qoldingiz? Qo'y, sen nima qilding? Men seni yozib beraman. Tez menga pul ber, bo'lmasa seni yozib beraman. Siz terpilli ekansiz, toza? Ha, terbillaman, nima qilibdi? Yo, bunaqasi ketmaydi, yo. Siz vashshe terpilli ekansiz, brat. Undan ko'ra sizda to'g'risini aytsam bosib ketganim yaxshi edi. Voy, yaramas, men sendek mashinamni bitta joyimga tiqib qo'ydim, tushundingmi? Shoshma, seni o'ldirmay qo'ymayman. Yaramas, seni qanday nihoyat o'ldi. Lekin mashinamni qaranglar, nima qilib qo'ydim? Obbo, yangi mashinani tiqadigan joyimga tiqib qo'ydim. No, mayli, endi buni qaytarib chiqaramiz. Lekin qishloqda ham tiqadigan joyimga tiqib yubordim, to'g'risini aytsam. Mayli, nichivo. Hozir mashinamni uyimni yoniga yetib qo'yaman-da. Dam olmasam bo'lmaydi. Kech bo'ldi. Kechasi haydab yurib nima qilaman? Lekin mashinada voy dod, sal qoldi shaxtga kirib ketishimga. Mashinada fara bor, ichkarisida ham farasi bor ekan, juda ham ajoyib. Menga juda ham yoqdi, lekin boshqarishni bilmasligim yomon. Chunki menda prava yo'q-da. Prava bo'lsa agar boshqarish menga muammo tug'dirmas edi va yaqin orada prava olsam kerak. Agar prava olib qoladigan bo'lsam, juda ham ajoyib haydayman, muammosiz, chiroyli qilib haydayman. Juda ham zo'r bo'ldi. Albatta bu mashina hali boshlanishi desak ham bo'ladi. Bundan ham zo'r mashinalar olmoqchiman. Bu uchun albatta sizlar menga yordam berishingiz kerak, chunki kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Kanalga obuna bo'linglar. Men BMW mashinasi olmoqchiman. Qachonki 1000 ta obunachiga erishsam, o'shanda sizlar bilan gaplashaman, ya'ni BMW mashinasini olaman. Kapoti ham bor ekan. Wow, kapotni yuk ortib yursam bo'lar ekan. Dam olishga kimnidir olib ketsam, qishloqlardan qaysi biridir, o'shanda kapotga joylab qo'ysam bo'ladi. Tak, oldi ham ochilar ekan, qaranglar, motor. Wow, motor dahshat ekan. Bo'ldi, все. Ana endi kirib uxlash kerak. Voy, yopilmayapti-ku bu. Juda ham kech bo'lib ketdi. Tak. Xo'sh, ana endi kirib uxlayveramiz, bratlar. Sizlarga sog'lik tilayman va kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman. Hozircha esa xayr deb qolaman.